Yo, assalomu alaykum qarindoshlar. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Mablag' solish qatorlik mablag' solig'iga ehtiyojim bo'ling ham o'zingizga xos uslubda mablag' solishni o'rganing. Bugungi bu qismda sizlarga men qisqalam qilib bir video ishlab, biz odatda shu iqtisod yoki xabarlarni ko'rgan chog'da qaysi xabar sahifalarini ishlasak eng yaxshi, men shulardan sizlarga tunishtirib qo'yay. Birinchisi, men eng jiq ishlatadiganim, ya'ni Yahoo Finance. Yahoo Finance shunday yaxshi. Yahoo'ni balki nurg'uninglar tunishinglar mumkin. Burun shunday nom chiqqan cho'ng shirkat, keyin bir vaqtlardan sal tushib ketdi. Google bu yangi chiqayotgan shirkatlar chiqqandan keyin, lekin hozir Yahoo Finance'ni nurg'un shu mablag' soluvchilar ishlatadi. Unda jiq yaxshi xabarlar bor. Yaxshi xabarlar uchurlarga erishalaysiz, unda uning yana yaxshi yeri, jiq yerlari bekorliq, haqsiz. Ondan yana shu har bir dunyodagi har qanday paychaklarning hammasiniki uchurlarini ko'ra olasiz. Har bir fasllik xulosalarini yoki shirkatlardagi o'zgarishlar bo'lsin, planlar bo'lsin, to'xtamlar bo'lsin, alankin shu mablag' soluvchilar shu paychakniki bahosini baholagan vaqtida evaluation qilgan vaqtida jiqsim shu Yahoo Finance ishlatadi. Ham Yahoo Finance nomi o'zininki oddiy baholab qo'ygan baholari bor. Hozirgi ham kelgusiniki. Shunday yerlari shunday yaxshi men ancha ishlataman. Ondan yana birisi CNBC. Bu shu Yahoo Finance o'xshash, shunday yaxshi har taraflari o'xshab qoldi bir-birsiga. Yaxshi xabarlar bor. Xabarlarga agishib qo'ysangiz bo'ldi. Undan keyin yana sizlarga tunishtiradigan bo'lsa, Morningstar. Morningstar degan hozir shu dunyoda eng donliq ham eng olqishga erishayotgan bir sahifa. Shu mablag' soluvchilar ancha ishlatadi. Buningda bu shirkatda o'ziniki analizchilari bor. O'ziniki maxsus analizchilari o'sha har bir paychak bo'lgan analizlarni chiqarib qo'ydi. Shundoq kasbiy analikin shu paychaklarniki tushish, chiqish bo'lgan ko'z qarashlarini yozib qo'ydi. Alsangiz bo'ldi, yo buni sotsangiz bo'ldi, yo buni tutib tursangiz bo'ldi. Andan keyin kelgusi manch pullarga o'rilishi mumkin degandek analizlarni chiqarib qo'ydi. Lekin buniki yaxshiroq uchurlarga erishmasangiz, masalan Morningstar Premium dagi a'zo bo'lsangiz, odatda bir oyga necha yuz dollar pul to'laysiz. Shu yeri bor. Lekin mening tavsiyam, agar siz necha millionlik mablag' solgan bo'lsangiz, shularga a'zo bo'lib qo'ysangiz, menimcha shu mablag'laringizga cho'ng foydasi bo'ladi deyman. Lekin agar siz mendek odatdagi mablag' soluvchi bo'lsangiz, ularga pul to'lab yursangiz bo'ldi. Boshqa yerlardan yana yaxshi uchurlarga erishgili bo'ldi. Morningstarning ba'zan haqsiz uchurlarga erisha oladigan yerlarim bor. Shu yerlardan xili yaxshi uchurlarga erisha olasiz. Undan keyin to'rtinchi sizlarga tunishtiradigan bo'lsa, Goldman Sachs. Goldman Sachs shu Morningstarga shunday o'xshab ketadi. Ham shu eng donliq shu uchurlarga erisha oladigan sahifaninki birisi hozirgi ham eng olqishga erishayotgan, ham analizchilari shunchalik kasbiy, ham shunchalik yomon o'ziniki analizchilari. Ham Goldman Sachsning shunchalik donqi bor hozir. Shu Morningstarga o'xshash premiumlarga odatda pul to'laysiz, necha yuz dollardan. Lekin o'ziniki haqsiz shu uchurlarni oladigan yerlar bor. Buni kuzatib qo'ying. Undan keyinda men sizlarga tunishtiradigan bo'lsa, Bloomberg. Bloomberg odatda men oldida deb o'tgan to'rtsidek undaq kasbiy paychak qilam emas, balki butun xabarga, butun dunyoning har qanday xabarlariga, ondan shu dunyoning iqtisod xabarlariga oid xabarlarni chiqarib turdi. Lekin bunda o'ziniki analizchilari, kasbiy bunda yerlari yo'q. Lekin shunday yaxshi hozirgi eng donliq xabar sahifadan birisi. Uniki premium pul to'laydigan a'zolik yerlari bor. Necha darajaga bo'lindi. Eng qimmatlari oyga necha yuz dollardan to'laysiz. Agar u xabarlarga siz lozim bo'lsa, menimcha necha millionlik mablag' solgan bo'lsangiz, u yerlarga a'zo bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Yoki uning o'ziniki haqsiz xabarlarni beradigan yerlari bor. Men Bloombergni ishlataman, to'liyada yaxshi xabarlarni eng tez suratda menga yetkazib bera oladi. Haqsiz qisqa xabarlarni. Bu shu necha sizlarga bugun tunishtiradigan sahifalar. Ondan agar mening yana tavsiyam
siz rasmiy mablag'ga kirishgan kasbiy odam bo'lsangiz, cho'qim Twitterni ishlatib, uni ichidagi ma'lum shu iqtisodga cho'ng ta'sir qiladigan arboblarga ergishib qo'ying. Masalan, Joe Biden, Amerikaniki prezidenti, undan Elon Musk, ular iqtisodga odatda har bir Twitterda shunda cho'ng ta'sir qila oladi. Undan bu sahifalardami, masalan, shu maxsus iqtisodniki xabarlarni chiqarib turadigan mustaq shaxsiylar bor. Shularga ergishib qo'ysangiz, shunda yaxshi uchurlarga erisha olasiz. Ham shu Instagramda mo shundaq sahifalar bor. Shaxsiy sahifalar yaxshi uchurlarni chiqarib turdi. Shunda yaxshi men shularga ergishib oldim. Agar faqat bo'lmasa, meniki Instagram sahifamga ergishib olsangiz bo'ldi. Men bu shundaq ba'zanda iqtisodniki uchurlarni chiqarib turma. Undan sizdan so'raydigan savollaringiz bo'lsa-mu, shu Instagram sahifamda so'rasanglar bo'ldi. Meniki Instagram sahifamni ulanmasa, shu videoning ostida. Hamsa kelaksanni ko'rishaylik. Boshmaltaqni besib qo'ying. Boshqalarga tavsiya qilishni unutmang. Allohga emanet.